Farg'onadagi mana shu sarg'a binoni bilmagan odam bo'lmasa kerak. Vatnidamiz do'stlar. Mana shu sarg'a bino yaqinida joylashgan 5 qavatli uylarni 3-qavatdan 2 xonali skvoznoy holatda 3 xonaga o'zgartirilgan kvartira sotuvga chiqmoqda. Holatlari ham yaxshi holatda va narxi ham hamyonbop. Like bosib obuna bo'ling, uyni olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, 3-qavatda 2 xonali 3 xona qilingan kvartira holatlarini ko'rib turibsizlar. Yaxshi holatda turibdi, uy urinib ketmagan. Skvoznoy kvartira. Mana bu tashqaridan kirish qismi, sifatli eshik o'rnatilgan. Mana bu koridor va birin-ketin xonalar bilan tanishtiramiz. Bu tomoni hop bitta xonasi ko'rishingiz mumkin. Yotoqxona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Uyda isitish tizimi qilingan, romlari akfa romlarda. Oyoq taglari esa 100% taxtapol qilingan. Bu tomoni umumiy sanuzol. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oyoqdagi devorlarga kafil qilingan. Narigi tomonida esa oshxonani o'rnina bitta xona qilib qo'yishgan, bolalar xonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu esa navbatdagi katta xonasi, zal qismi ko'rishingiz mumkin. Va bu tomonda esa 6 metrli verandasi joylashgan, oshxona bu tomonga ko'chirilgan, romlari akfa romlarda isitish tizimi qilingan, restoranlargacha o'rnatilgan oshxona jihozlari qoladi. Qolgan jihozlar esa olib chiqib ketiladi. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Yo'lda bo'yida Vatni territoriyasida 5 qavatli yangi plan uylarni 3-qavatda 2 xonali skvoznoy 3 xonaga aylantirilgan kvartira oshxona jihozlari qoldirilyapti va $31,000 ga baholashyapti. Albatta kam bor, qiziqqanlar bo'lsa quyidagi raqamga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib do'stlaringizga ulashishni unutmang. Sizlarga eng yaxshilarini ilishda davom etamiz.